Mamlakatimizda 18 aprel kunidan karantin cheklovlari o'rnatildi. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan karantin tartibini kuchaytirish bo'yicha qat'iy choralar e'lon qilindi. Xususan, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik xizmati, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tibbiy niqob taqish, ijtimoiy masofa saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi hamda jamoat joylarida antiseptik vositalardan foydalanish talablariga amal qilinishi ustidan qat'iy nazorat olib boradi. Talablar buzilgan taqdirda keskin choralar ko'riladi. Toshkent shahri va hududlaridagi tashkilotlar, yirik savdo majmualari, supermarketlar hamda ko'ngilochar markazlarda kirishda tana haroratini o'lchash hamda antiseptik vositalardan to'g'ri foydalanish bo'yicha talablar kuchaytirildi. Ushbu talab-qoidalar buzilgan taqdirda mazkur obyektlar vaqtinchalik yopiladi. Temir yo'l vokzallari va aeroportlarda karantin choralariga rioya qilinishi bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Bog'cha, maktab, kollej hamda oliy ta'lim muassasalarida ushbu kasallanish holatlari aniqlansa, ular zudlik bilan 2 haftaga karantinga olinadi. Umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar 50% gacha cheklanadi, ammo 100 kishidan oshmasligi nazoratga olinadi. Avtobusdagi o'rindiqlar 50% ga cheklanib, avtobuslar soni ko'paytirildi. Hurmatli yurtdoshlar, karantin qoidalariga to'la rioya qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni salomatligiga befarq bo'lmang.